Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men ishlayotgan pensionerlar uchun juda muhim mavzuni tushuntiraman. Ishlagan davringiz uchun pensiyani oshirish, ya'ni pensiyani qayta hisoblatish masalasi. Bu oddiy mavzu emas. Chunki ko'pchilik pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Lekin o'sha ishlagan yillari pensiyasiga qanday ta'sir qilishini bilmaydi. Natijada ayrimlar o'ziga tegishli oshirilgan pensiyani vaqtida olmay yuradi. Bu ma'lumot har bir ishlovchi pensionerga, shuningdek ota-onasi yoki yaqinlari pensiyada bo'lib ishlayotgan oilalarga bevosita tegishli. Agar siz pensiyaga chiqqansiz, lekin hozir ham rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz yoki pensiyadagi ota-onangiz ishlayotgan bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Men ariza qanday yozilishi, qayerga murojaat qilish, qaysi hujjatlar kerak bo'lishi va eng ko'p uchraydigan xatolar haqida batafsil aytaman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday amaliy ma'lumotlar ko'pchilikka pulini, vaqtini va asabni tejashga yordam beradi. Avvalo masalaning ildizini tushunib olaylik. Odam pensiyaga chiqqandan keyin ikki xil holat bo'lishi mumkin. Birinchi holat u butunlay ishlashni to'xtatadi va faqat pensiya oladi. Ikkinchi holat pensiya tayinlangandan keyin ham ishlashda davom etadi. Ya'ni ish haqi oladi, mehnat shartnomasi bo'yicha ishlaydi. Davlat yoki xususiy tashkilotda rasmiy band bo'ladi. Ba'zan yakka tartibdagi tadbirkor sifatida yoki boshqa tartibda daromad qiladi. Mana shu ikkinchi holat ko'p savol tug'diradi. Men pensiyaga chiqqanimdan keyin yana 2 yil ishladim. Bu pensiyamga qo'shiladimi? Ish joyimdan soliq to'langan, ijtimoiy badal yoki ajratmalar ketgan. Shundan keyin pensiyam oshadimi? Pensiyani avtomatik oshirib berishadimi yoki albatta ariza yozish kerakmi degan savollar ko'p. Oldin ko'pchilik buni bilmasdi yoki bilgan taqdirda ham baribir foydasi yo'q. Pensioner ishlasa ham pensiyasi o'zgarmaydi deb o'ylardi. Aslida ishlovchi pensionerning pensiyasi ayrim hollarda qayta hisoblanishi mumkin. Lekin eng muhim joyi shuki, qayta hisoblash o'z-o'zidan har doim avtomatik bo'lavermaydi. Ko'p holatda pensionerning o'zi murojaat qilishi, ariza berishi, zarur ma'lumotlarni tasdiqlashi kerak bo'ladi. Pensiya tayinlanganda odamning o'sha kungacha bo'lgan ish staji, ish haqi qonunda belgilangan tartibdagi ko'rsatkichlar hisobga olinadi. Keyin odam yana ishlasa, yangi ish davrlari paydo bo'ladi. Bu davrlar ma'lum shartlar bajarilsa, keyingi qayta hisoblashda ahamiyat kasb etishi mumkin. Demak, masalaning markazida bitta narsa turibdi. Pensiya tayinlangandan keyingi rasmiy mehnat faoliyati pensiya miqdoriga ta'sir qiladimi va uni qanday rasmiylashtirish kerak? Men bu yerda eng avvalo oddiy til bilan aytaman. Pensiya tizimida har bir so'm ham, har bir oy ham hujjat bilan tasdiqlanganda ahamiyatga ega bo'ladi. Og'zaki men ishlaganman deyish yetarli emas. Rasmiy ish bo'lganmi? Ish haqi hisoblanganmi? Tegishli to'lovlar aks etganmi? Elektron bazalarda ma'lumot bormi? Mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat tarixi to'g'rimi? Mana shular muhim. Bugun avvalga nisbatan ma'lumotlar ko'proq elektron shaklda yuritiladi. Ish beruvchi xodimni rasmiylashtirsa, mehnat shartnomasi elektron tizimlarda ko'rinadi. Ish haqi hisoblangan bo'lsa, soliq va boshqa tegishli ma'lumotlar bazalarida aks etadi. Bu yaxshi tomoni. Lekin amaliyotda muammo shundaki, hamma joyda ma'lumotlar to'liq, xatosiz va o'z vaqtida kiritilmagan bo'lishi mumkin. Ayniqsa eski ish joylari, tugatilgan tashkilotlar, nomi o'zgargan korxonalar, arxivga ketgan hujjatlar bilan bog'liq vaziyatlar ko'p uchraydi. Masalan, bir pensioner opa pensiyaga chiqqanidan keyin maktabda qorovul bo'lib 30 yil ishlagan. Ish haqi katta bo'lmagan, lekin rasmiy ishlagan. U mening oyligim kam edi, pensiyamga ta'sir qilmasa kerak deb yuravergan. Aslida esa ish staji va hisoblangan daromad bo'yicha qayta hisoblash imkoniyati bor yo'qligini tekshirtirish kerak edi. Natijada u ariza bermagani uchun bir necha yil davomida oshirilishi mumkin bo'lgan summani vaqti olmagan bo'lishi mumkin. Yana bir misol, aka pensiyaga chiqqandan keyin xususiy firmada haydovchi bo'lib ishlagan. Ish beruvchi oylikni bank orqali bergan, lekin mehnat shartnomasini to'liq rasmiylashtirmagan yoki ma'lumotlarni kech kiritgan. Aka keyin pensiyani qayta hisoblatmoqchi bo'lganda bazada ish staji ko'rinmagan. Bunday holatda masala murakkablashadi. Ish beruvchidan ma'lumotnoma olish, shartnoma nusxasi, buyruqlar, ish haqi vedomotlari, soliq hisobotlari bo'yicha tasdiqlar kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman. Pensioner ishlayotgan bo'lsa, faqat oylik olayotganiga qarab xotirjam bo'lmasin. Rasmiylashtirish to'g'ri bo'lishi kerak. Chunki kelajakda pensiyani qayta hisoblashda aynan hujjat va elektron ma'lumotlar asosiy rol o'ynaydi.
Birinchi navbatda pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlagan pensionerlar. Agar siz pensiya tayinlangandan keyin kamida bir necha oy, 1 yil, 2 yil yoki undan ko'proq vaqt rasmiy ishlagan bo'lsangiz, pensiyangizni qayta hisoblatish masalasini tekshirtirishingiz kerak. Menga hech kim aytmadi. O'zi oshirib berishadi deb o'yladim. Deyish amalda foyda bermaydi. Murojaat qilish eng to'g'ri yo'l. Ikkinchi toifa. Hozir ham ishlayotgan pensionerlar. Siz hali ishlashda davom etayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringizni hozirdan tartibga keltiring. Mehnat shartnomangiz rasmiy bo'lsin. Ish beruvchi sizni elektron tizimda xodim sifatida kiritmaganini tekshiring. Oylik maoshingiz rasmiy hisoblanayotganiga e'tibor bering. Chunki ertaga qayta hisoblashda ishlaganman degan gap emas. Tizimdagi ma'lumotlar va hujjatlar gapiradi. Uchinchi toifa pensiyaga chiqqandan keyin turli joylarda qisqa muddat ishlaganlar. Masalan, 4 oy bir do'konda, 2 oy boshqa tashkilotda, 1 yil maktabda. Keyin 6 oy shifoxonada ishlagan bo'lishi mumkin. Bunday holatda odam ko'pincha mayda ishlar hisobga olinmasa kerak deb o'ylaydi. Lekin har bir rasmiy davr yig'ilib umumiy stajga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun hamma ish joylari bo'yicha ma'lumotlarni yig'ish kerak. 4-toifa pensiyaga chiqqandan keyin yuqoriroq ish haqi olganlar. Agar pensiyadan oldingi yillarda oyligingiz past bo'lgan, pensiyaga chiqqandan keyin esa nisbatan yaxshi maoshli ishga kirgan bo'lsangiz, qayta hisoblash masalasi yanada muhim bo'lishi mumkin. Chunki ayrim hisob-kitoblarda ish haqi ko'rsatkichlari ahamiyatga ega bo'ladi. Albatta, aniq natija har bir shaxsning hujjatlariga bog'liq, lekin bunday holatda tekshirtirmaslik xato. Kimlar shoshilmasligi mumkin. Agar pensioner pensiyaga chiqqandan keyin umuman ishlamagan bo'lsa, bu mavzu aynan unga taalluqli bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir pensiya miqdorida boshqa sabablar bo'yicha xatolik bo'lishi ehtimoli bor. Eski staj kiritilmagan, bolalar parvarishi davri harbiy xizmat zararli mehnat sharoiti. Arxiv ma'lumoti, ish haqi ma'lumotlari noto'g'ri olingan bo'lishi mumkin. Demak, ishlamagan pensioner uchun aynan ishlagan davr bo'yicha qayta hisoblash bo'lmasa-da, umumiy pensiya hujjatlarini tekshirtirish zarar qilmaydi. Endi bir nechta oddiy hayotiy misol keltiraman. Raqamlar shartli, lekin vaziyatni tushunishga yordam beradi. Birinchi misol. Sobir aka 6 yoshida pensiyaga chiqdi. Pensiya tayinlanganda uning 30 yillik ish staji hisobga olindi. Deylik 1.500.000 so'm bo'ldi. Pensiyaga chiqqandan keyin u yana 2 yil rasmiy qorovul bo'lib ishladi. Har oy 2 million so'm atrofida ish haqi oldi. 2 yildan keyin u pensiyani qayta hisoblash uchun murojaat qildi. Agar uning ishlagan davri va ish haqi qonuniy tartibda tasdiqlansa, pensiya miqdori oshishi mumkin. Oshish katta bo'ladimi yoki kichik, bu umumiy formula va avvalgi hisob-kitobga bog'liq. Lekin asosiy narsa ariza bermasa, bu masala ochilmay qolishi mumkin. Ikkinchi misol. Malika opa pensiyaga chiqqandan keyin bog'chada tarbiyachi yordamchisi bo'lib ishladi. Lekin ish beruvchi oylikning bir qismini rasmiy, bir qismini qo'lga bergan. Ba'zida faqat rasmiy qismi ko'rinadi. Keyin Malika opa qayta hisoblashga borganda u men aslida ko'proq oylik olganman deydi. Ammo pensiya organi faqat rasmiy tasdiqlangan daromadni ko'radi. Bu yerda asosiy xulosa shuki, norasmiy oylik bugun qulaydek tuyuladi, lekin ertaga pensiya huquqlariga salbiy ta'sir qiladi. 3-misol. Ravshan aka pensiyadan keyin 1 yil qurilish firmasida ishlagan. Firma keyin yopilib ketgan. Ravshan aka ariza bermoqchi bo'lganda ish joyi yo'q, rahbar topilmaydi. Endi u arxivdan ma'lumot qidiradi, soliq organlaridagi yozuvlarni tekshirtiradi, bankdagi ish haqi tushumlarini ko'rsatadi. Bu jarayon vaqt oladi. Agar u ishlagan paytda mehnat shartnomasi nusxasini, buyruqni, ma'lumotnomalarni olib qo'yganida hozir ancha oson bo'lardi. 4-misol. Dilbar opa pensiyaga chiqqanidan keyin 5 yil davomida yarim stavkada ishlagan. U yarim stavka bo'lsa hisoblanmaydi deb o'ylagan. Bu noto'g'ri yondashuv. Yarim stavka ham rasmiy mehnat munosabati bo'lsa, ish haqi hisoblangan bo'lsa, hujjatlar bor bo'lsa, u tekshirilishi kerak. Albatta, to'liq stavkadagi kabi ta'sir qiladimi yo'qmi? Bu hisob-kitobga bog'liq. Lekin yarim stavkani oldindan keraksiz deb hisoblash mumkin emas. 5-misol. Anvar aka pensiyaga chiqqandan keyin o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida xizmat ko'rsatgan. Bu yerda alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Har qanday faoliyat ham avtomatik tarzda pensiya stajiga bir xil qo'shilavermaydi. Shuning uchun bunday pensionerlar bandlik, soliq va pensiya jamg'armasi bilan bog'liq ma'lumotlarni alohida tekshirtirishi kerak. Men ishladim degan umumiy gap yetarli emas.
faoliyat turi, to'lovlar, ro'yxatdan o'tish, davrlar aniq bo'lishi zarur. Pensiyani qayta hisoblash deganda odam ko'pincha menga qo'shimcha pul berishadi deb tushunadi. Aslida bu jarayon hujjatlarni qayta ko'rib chiqish, ish staji va ish haqi ma'lumotlarini yangilash. Qonunda belgilangan formula bo'yicha pensiya miqdorini qayta aniqlash degani. Birinchi muhim tushuncha. Qayta hisoblash har doim ham katta o'sish degani emas. Ba'zi odamda o'sish sezilarli bo'ladi, ba'zida juda kichik bo'lishi mumkin. Ba'zida esa hisob-kitob natijasida amaldagi pensiya miqdoridan yuqori summa chiqmasligi ham mumkin. Lekin tekshirtirishning foydasi shundaki, siz o'z huquqingizni bilasiz va imkoniyatni bo'y bermaysiz. Ikkinchi muhim tushuncha muddat. Qaysi sanadan boshlab qayta hisoblanadi? Ariza berilgan kundanmi, keyingi oydanmi, oldingi davrlar uchun to'lanadimi? Bu masala amaldagi tartib va aniq vaziyatga bog'liq. Shu sababli men pensionerlarga keyin boraman deb yurmaslikni maslahat beraman. Agar asos bor deb hisoblasangiz, imkon qadar tezroq murojaat qiling. Kechikkan sari siz uchun noqulaylik ko'payishi mumkin. Uchinchi muhim tushuncha, hujjatning kuchi. Pensiya organi xodimi sizning holatingizni ko'ngliga qarab hal qilmaydi. U qonun, nizom, elektron baza, arxiv ma'lumoti va rasmiy hujjatlarga tayanadi. Shuning uchun murojaatga borganingizda hissiyot bilan emas, hujjat bilan boring. Men falon joyda ishlaganman, hamma biladi degandan ko'ra, mana shartnoma, mana buyruq, mana ish haqi ma'lumoti, mana elektron mehnat tarixidagi yozuv degan kuchliroq. Birinchi tuzoq, norasmiy ish. Pensioner ko'pincha men pensiyadaman, menga rasmiylashtirish shart emas, baribir pensiyam bor deb o'ylaydi. Ish beruvchi ham shuni xohlashi mumkin, chunki rasmiylashtirmasa kamroq majburiyat bo'ladi. Lekin pensioner uchun bu zararli. Norasmiy ish kelajakda pensiyani oshirishga asos bo'lmaydi. Bundan tashqari ishda jarohat olish, mehnat nizosi, oylikni bermaslik kabi muammolarda ham pensioner himoyasiz qoladi. Ikkinchi tuzoq. Ish beruvchi ma'lumotlarni noto'g'ri kiritgan bo'lishi. Masalan, siz 2022 yil yanvardan dekabrgacha ishlagansiz, lekin tizimda faqat martdan sentyabrgacha ko'rinadi. Yoki lavozim noto'g'ri, ish haqi noto'g'ri. Shartnoma bekor qilingan sanasi xato. Bunday xatolarni oldindan tekshirish kerak. Hozir elektron xizmatlar orqali mehnat tarixi, ish staji va boshqa ma'lumotlarni ko'rish imkoniyatlari mavjud. Kim internetdan foydalana olmasa, farzandlari yoki yaqinlaridan yordam so'rasin. Uchinchi tuzoq, ariza bermasdan kutish. Ba'zi pensionerlar davlat biladi-ku, bazada hammasi bor-ku, o'zi oshirib qo'yadi deb yillab yuradi. Baza borligi yaxshi, lekin sizning aniq huquqingizni amalga oshirish uchun murojaat talab qilinishi mumkin. Ariza bu sizning rasmiy talabingiz. Ariza bo'lmasa, masala ko'rib chiqilmay qolishi ehtimoli bor. To'rtinchi tuzoq, eski hujjatlarni tashlab yuborish. Ishdan bo'shaganingizdan keyin shartnoma nusxasi, ishga qabul qilish buyrug'i, bo'shash buyrug'i, ish haqi ma'lumotnomasi keraksizdek ko'rinadi. Lekin pensiya masalasida aynan shu qog'ozlar sizga kerak bo'lishi mumkin. Men doim maslahat beraman. Pensiyadagi odam har bir rasmiy ish joyi bo'yicha alohida papka qilsin. Hujjatlarni kamida nusxa shaklida saqlasin. 5-nozik jihat, pensiya turi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi kabi turlarda qayta hisoblash tartibi bir xil bo'lmasligi mumkin. Ishlovchi pensioner deganda ko'pincha yoshga doir pensiya oluvchi shaxs nazarda tutiladi. Lekin amalda boshqa pensiya oluvchilar ham ishlashi mumkin. Shuning uchun siz o'zingizning pensiya turini aniq biling va murojaatda aynan shuni ayting. 6-nozik jihat, bir nechta ish joyida ishlash. Ba'zi pensionerlar bir vaqtning o'zida 2 joyda yarim stavkadan ishlaydi. Masalan, ertalab maktabda, kechqurun qorovullikda. Bunday holatda har bir ish joyi bo'yicha rasmiy ma'lumotlar alohida tekshiriladi. Faqat bitta ish joyi ko'rinib, ikkinchisi tushib qolsa qayta hisoblash noto'liq bo'lishi mumkin. Endi eng kerakli qismga keldik. Agar siz ishlovchi pensioner bo'lsangiz va pensiyangizni qayta hisoblatmoqchi bo'lsangiz, quyidagi tartibda harakat qiling. Birinchi qadam, o'zingizning pensiya hujjatlaringizni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumotlar, plastik karta ma'lumotlari. Berilmagan yashash manzilingiz bo'yicha ma'lumotlar yo'lingizda bo'lsin. Agar siz nomingiz yoki familiyangiz o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar ham kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam. Pensiyaga chiqqandan keyin ishlagan barcha joylaringiz ro'yxatini tuzing. Qog'ozga yozing. Tashkilot nomi, qaysi sanadan qaysi sanagacha ishlagansiz, lavozimingiz, taxminiy oyligingiz, ish beruvchi manzili,
telefon raqami. Agar eslasangiz rahbar yoki buxgalter ismi. Bu ro'yxat sizga murojaat paytida juda yordam beradi. Ko'pchilik idoraga borganda hayajonlanib, ayrim ish joylarini unutib qo'yadi. 3-qadam. Har bir ish joyi bo'yicha hujjatlarni yig'ing. Mehnat shartnomasi, ishga qabul qilish buyrug'i, ishdan bo'shash buyrug'i, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma, elektron mehnat daftarchasidagi yozuvlar, bank orqali tushgan oyliklar bo'yicha ko'chirma, soliq to'lovlari aks etgan ma'lumotlar bo'lsa, hammasini tayyorlang. Hamma hujjat talab qilinmasligi mumkin, lekin borini olib borgan yaxshi. 4-qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Odatda yashash joyingiz bo'yicha pensiya jamg'armasi bo'limi bu masalani ko'rib chiqadi. Hozir ayrim xizmatlar davlat xizmatlar markazi yoki elektron platformalar orqali ham bo'lishi mumkin. Lekin yoshi katta pensionerlar uchun eng ishonchli yo'l bevosita borib mutaxassisdan aniq ro'yxatni olish. Borganingizda men pensiyaga chiqqandan keyin ishlagan davrlarimni hisobga olib, pensiyamni qayta hisoblashni so'rayman deb aniq ayting. 5-qadam ariza yozing. Ariza oddiy, lekin aniq bo'lishi kerak. Arizada kimga murojaat qilayotganingiz, o'zingizning FIsh, pasport ma'lumotlari, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi, pensiya tayinlangan sana. Pensiyaga chiqqandan keyin qayerlarda ishlaganingiz va nima so'rayotganingiz ko'rsatiladi. Ariza mazmuni taxminan bunday bo'lishi mumkin. Men falonchi yoshga doir pensiya oluvchiman. Pensiya tayinlangandan keyin falon sanadan falon sanagacha falon tashkilotda rasmiy ishlaganman. Ushbu ishlagan davrlarim va ish haqi ma'lumotlarimni hisobga olib, pensiyamni amaldagi qonunchilikka muvofiq qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Ilova sifatida tegishli hujjatlarni taqdim etaman. Mana shu mazmun yetarli. Muhimi talab aniq bo'lsa qayta hisoblashni so'rayman. 6-qadam. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlatib oling. Bu juda muhim. Arizani topshirdingizmi? Sizda kirim raqami, sana yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi bo'lsin. Agar elektron topshirsangiz, elektron tasdiqni saqlang. Keyin men topshirgandim degan gap emas, rasmiy tasdiq kerak bo'ladi. 7-qadam. Javobni kuting va natijani tekshiring. Pensiya organi hujjatlarni ko'rib chiqadi, bazalarni tekshiradi, kerak bo'lsa qo'shimcha ma'lumot so'raydi. Natijada pensiya qayta hisoblanishi yoki rad etilishi mumkin. Agar rad etilsa, rad etish sababi yozma bo'lishi kerak. Masalan, hujjat yetarli emas, ko'rsatilgan davr tasdiqlanmadi, qonunchilik bo'yicha asos mavjud emas kabi. Ana shu sababni bilmasdan turib taslim bo'lmang. Sabab aniq bo'lsa, keyingi qadamni belgilash mumkin. 8-qadam. Xato bo'lsa e'tiroz bildiring. Agar sizningcha ish staji noto'g'ri hisoblangan, ish haqi olinmagan, ma'lum bir davr e'tibordan chetda qolgan bo'lsa, yozma ravishda izoh so'rang. Zarur bo'lsa, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qiling yoki huquqshunos maslahatini oling. Pensiya masalasida bitta kichik xato ham oylik to'lovga uzoq muddat ta'sir qilishi mumkin. Ariza yozayotganda umumiy gaplarni ko'paytirmang, lekin muhim ma'lumotlarni tushirib qoldirmang. Pensiyam kam. Oshirib bering deb yozish yetarli emas. Chunki pensionerning pensiyasi faqat kam bo'lgani uchun emas, qonuniy asos bo'lsa qayta hisoblanadi. Shuning uchun asosni yozing. Pensiya tayinlangandan keyin rasmiy ishlaganingizni. Qaysi davrlarni hisobga olishni so'rayotganingizni ko'rsating. Agar bir nechta ish joyi bo'lsa, barchasini arizada sanab chiqing. Masalan, 2020 yil 1 fevraldan 2022 yil 30 iyungacha falon MCJ'da 2022 yil sentyabrdan 2023 yil 31 dekabrgacha falon maktabda ishlaganman. Sanalarni imkon qadar aniq yozing. Agar aniq eslamasangiz, hujjatlarga qarab yozing. Taxminiy sanani arizada ko'rsatish noqulaylik tug'dirishi mumkin. Hujjatlarni ilova qilganda ro'yxat tuzing. Masalan, pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi nusxasi, mehnat shartnomasi nusxasi, ish haqi ma'lumotnomasi, elektron mehnat tarixidan ko'chirma. Bu sizga ham, qabul qiluvchi xodimga ham qulay. Keyin qaysi hujjat topshirilgan, qaysi topshirilmaganini aniqlash oson bo'ladi. Birinchi savol: pensiyaga chiqqanimdan keyin ishlasam, pensiyam kamayib qolmaydimi? Odatda odamlar qayta hisoblashga qo'rqib boradi. Borib tekshirtirsam, aksincha kamaytirib qo'yishmasin deydi. Amaliyotda asosiy maqsad oshirish imkoniyatini tekshirish. Lekin hujjatlaringizda avvalgi hisob-kitob xatosi chiqib qolishi ehtimol ham nazariy jihatdan inkor qilib bo'lmaydi. Shuning uchun masalaga mas'uliyat bilan yondashing, hujjatlarni tartib bilan taqdim eting. Natijani yozma oling. Ikkinchi savol: men faqat 6 oy ishlaganman, ariza bersam bo'ladimi? Ha,
murojaat qilish mumkin. Qancha ta'sir qilishi alohida hisoblanadi. Ba'zan 6 oy katta o'zgarish bermasligi mumkin. Lekin agar u boshqa davrlar bilan qo'shilsa yoki muhim staj chegarasiga yetkazsa, ahamiyatli bo'lishi mumkin. 3-savol. Ish beruvchim hujjat bermayapti, nima qilaman? Yozma ravishda so'rang. Og'zaki so'rov ko'pincha natija bermaydi. Agar tashkilot faoliyat yuritayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limi yoki buxgalteriyaga ariza bilan murojaat qiling. Agar tashkilot yopilgan bo'lsa, arxiv soliq ma'lumotlari, bank ko'chirmalari orqali tasdiq izlanadi. Bunday holatda pensiya jamg'armasi mutaxassisdan aynan qaysi manbadan ma'lumot olish mumkinligini so'rang. 4-savol. Farzandim mening o'rnimga murojaat qilsa bo'ladimi? Agar pensionerning o'zi borishga qiynalsa, ishonchnoma orqali yaqinlari murojaat qilishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Lekin tartibni oldindan aniqlashtiring. Ba'zi xizmatlar uchun pensionerning o'zi yoki notarial ishonchnoma talab qilinishi mumkin. 5-savol. Qayta hisoblashdan keyin pul qachon tushadi? Bu hujjatlar to'liq bo'lishi, tekshiruv muddati va qaror qabul qilinishiga bog'liq. Ariza topshirganingizdan keyin qabul sanasini saqlang. Belgilangan muddatda javob bo'lmasa, holatni so'rab boring. Hech qachon indamay kutaverishni maslahat bermayman. Madaniyat bilan lekin qat'iy nazorat qiling. 1-si, rasmiy ishlang. Qanday ish bo'lishidan qat'iy nazar, mehnat shartnomasi bo'lsa, oylik rasmiy bo'lsin, ma'lumotlar tizimga kiritilsin. Bugun norasmiy kelishuv ertaga sizning pensiya huquqingizni isbotlashni qiyinlashtiradi. 2-si, hujjat saqlang. Har bir ish joyi bo'yicha kamida shartnoma, buyruq, ish haqi ma'lumotnomasi, bo'shash hujjatini olib qo'ying. Telefoningizda rasmga olib qo'yish ham foydali, lekin asl nusxa yoki tasdiqlangan nusxa yanada yaxshi. 3-si, ariza berishdan tortinmang. Pensiya bu sadaqa emas, bu sizning mehnatingiz evaziga shakllangan huquqingiz. Agar qonuniy asos bo'lsa, uni talab qilish uyat emas. Aksincha, o'z haqini bilgan pensioner boshqalarga ham o'rnak bo'ladi. Bugun men sizga ishlovchi pensionerlar pensiyasini oshirish, ya'ni qayta hisoblash masalasini batafsil tushuntirdim. Eng muhim fikr shuki, pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlagan bo'lsangiz, bu davrlar pensiyangizga ta'sir qilishi mumkin, lekin buning uchun hujjatlar to'g'ri bo'lishi va ko'p holatda ariza bilan murojaat qilishingiz kerak. Hozirning o'zida ishlagan davrlaringizni yozib chiqing, hujjatlaringizni yig'ing. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling va arizangiz qabul qilinganini tasdiqlatib oling. Agar rad javobi berilsa, sababini yozma oling va kerak bo'lsa, keyingi bosqichda e'tiroz bildiring. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiyada bo'lib ishlayotgan bo'lsa, izohlarda yozing. Pensiyaga chiqqandan keyin necha yil ishlagansiz, qayta hisoblashga ariza berganmisiz, natija qanday bo'lgan? Tajribangiz boshqa tomoshabinlarga ham yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensiyada ishlayotgan yaqinlaringizga albatta yuboring.